Yo bular sizlar bilan Coco Minecraft. Bugungi videomizda daraxt bargidan epik narsalar videosini olamiz. Qani bo'lmasa ketdik. Bizning maqsadimiz Ender Dragonni zabt etish. Shuning uchun boshladik. Xo'sh, mana biz mana shu yerdan spawn bizni. Xo'sh. Mana epik narsalarimiz birinchi oltin blok sandiq ichida egar kerakli bo'ladigan narsalarni olib olamiz. Barga deymiz. Shular ham kelamiz. Bularni olamiz. Xo'sh, bilan olamiz. Keyin bu yerlarni sindirib olamiz. Bu kerak bo'lishi mumkin. Xo'sh. Bunda bu turadi, non tursin. Mana tepaga oltin blok bu. Tepaga bo'ldi. Xo'sh. Ko'zlarni shu yerdan ham yoqib ketsa bo'ladi. Ender Dragon uchun namchi. Ko'mir blok. Sakkizta kerak bo'lishi mumkin. Netherite blok. Timber. Kerakli narsalar tutsa yaxshiroq bo'lardi. Damlama kerak. Ketdik. Bunda bloklarni tepaga qo'yamiz. Cho'chqa go'sht kerak emas. Xo'sh, yana barglarni sindiramiz. Xo'p, yaxshi narsalar tushdi. Kerak emas. Bular ham kerak emas. Oltin olma. Buni uchta xo'sh bilan qo'yamiz. Oltin blok. Yaxshi. Sweet blok. Kerak emas. Kerak bo'lmagan narsalarni tashlaymiz. Izumrud, ne blok. Xo'sh, nima tushdi bizga? Lopatka. Ketmon kerak emas. Xo'sh. Zaharlovchi. Ko'plar narsalarga bitta kerak emas narsalarni tashlaymiz. Qo'lim kerak emas, kitoblar kerak bo'lishi mumkin. Xarita kerak emas. Kitoblar kerak emas. Qalich kerak, nima kerak emas. Hozirchalik ben kerak emas. Bular kerak bo'lmaydi. Skelet qayerdandir. O'tyapti. Bizga qiziq emas. Ketdik. Bu yerdan. Xo'sh. Bizga kerakli narsa tushsa yaxshi bo'lardi. Mana yaxshi narsa tushdi. Xo'sh, buni qilib boramiz. Tamam, mana olamiz. Qandaydir effekt berdi. Nima qiladi bu?
qaytib keladi. Mana. Xo'sh, bo'lmasa hamma narsalarni yig'ib olib, videoni davom ettiramiz. Xo'sh, bo'ldim, hamma narsalarni yig'ib oldim. Xo'sh, men shu yerga yig'ib qoldim. Sizlar bilan narsalarimni kuchaytirmoqchiman. O'shaning uchun bizga birinchi o'rinda ozgina daraxt kerak bo'ladi. To'g'ri, daraxtga olganim yo'qman. Shunday yetadi. Xo'sh, bularni endi maydalab olamiz. Keyin varistak, keyin bu yerga qo'yamiz. Temirni biroz maydalaymiz. Mana buni yesab olamiz. Men boya olmoski narsalarni, temir bloklarni oddiysiga o'zgartirgandim. Shuning uchun ular shunday turibdi. Nizirit. Bu yerga boshqa narsa kerak. Nizirit qilmaydi demak narsalarni. Nizirit qo'yib turamiz. Narsalarimizni tikib olamiz. Xo'sh, kiyamiz. Demak, boshqa narsa qilamiz. Kitob bu kerak emas. Endi mana bularni olamiz. 1 2 3 1 2 3 1 2 bularni xo'sh tashlab yuboramiz. Ana bu yerda kitob jo'g'ini bor ekan. Ozgina olib olamiz. 5 ta ekan, yetishi mumkin. 1 2 bu yerga, 2 bu yerga. 4 mana bu yerga. Keyin sehrlovchini qo'yamiz. Menda lasso turgan, blokini olsam bo'lar ekan bu yer. Men lassoli topganimcha sizlar videoga obuna bo'linglar va like bosinglar. Xo'sh, bolalar, mana tuni bilan mahsulot chiqib bo'ldim. Endi videoni davom ettiramiz. Ana nima? Qishloqchami? Mana bu qishloqcha. Ha, qishloqcha. Ikkita qishloqchami? Yotoq kerak. Xo'sh, buni she'riy olib ketamiz. Temirchining yaxshi narsa bo'lishi mumkin. Kerak emas narsalar ko'p ekan. Ollarni yozib ketamiz, olmas. Xo'sh. Uchta uy qishloqchami? Boshqa uylar qayerda? Pastda